O'sha kuni qiyomat kunida bordingiz, qiyomat dahshati o'tdi. Hisob kitobga hamma tirildi. Hamma tirilgan paytda navbat sizga yetib keldi. Alloh taoloning huzuriga borganingizda amal daftarlarini olib keling deb farishtalarga Alloh taolo buyuradi. O'shanda inson dardah titrab turganida farishtalar o'ng tomondan uzatsa bo'ldi, u uchun bayram. O'ng tomon egasi bo'ldi u. Shundan ochadida birinchi orog'ida jannatisiz degan eng katta yozuvni ko'radi. Va Allohning oldiga qo'yadi. Alloh taolo hamma amallarni ko'rsatadi. O'qigan namozlari, tutgan ro'zalari, qilgan haj umralari. Qilganmiding? Qilgandim. Bor jannatga, seni ahling kutib turibdi deydi. O'y jannatning ichida uni ahllari, ota-onasi, ayollari, farzandlari, otamga nima bo'ldi ekan? Qolib ketdi. Akamga nima bo'ldi ekan? Qolib ketdi. O'g'limga nima bo'ldi ekan? Qolib ketdi deb sal xavotirda turganda Alloh nima deyapti? Qur'onda وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. U o'z ahllari